Hammaga assalomu alaykum akalar. Mana bugungi ishlarimizdan biri Adalargus bo'ladi. Bizda bo'layotgan muammosi yangi mashina ekan, 45 ming yurgan. Xo'p, akamizda bo'layotgan muammosi yaxshi tortmayapti, propanda ham yaxshi yurmayapti ekan. Propan o'rnatgan ekanlar. Xudo xolasa hozir programmalarni terib, Comfort Plus programma deymiz. Endi asli nomini qo'yish u hammani o'ziga bog'liq. Kimdir Comfort qo'yadi, kimdir Stage qo'yadi, kimdir har xil nom bilan aytilishi mumkin, lekin imkon darajasida buni propanga moslab turib, xudo xolasa akamizga qilib berdik. Xo'p, buni hozir saqlanib qilib qo'yganmiz. Qilgan ishlarimiz nima bo'ldi? Bizda dispetcher rejimida основной bizda mashinasini rejimlarga o'tishlari pedallarniki, masalan, чувствительностьларni ko'tariladi bunda. Sababi o'zida spokойный yezdaga moslangan bo'ladi. Bizdagi akalarimizga endi O'zbekistonni qaynoq haligi nima desa bo'ladi? Qoni qaynoq yigitlariga bu uncha-munchaga to'g'ri kelmaydi. Shuni hisobiga mana momentu degan pedal akseleratorlarni ko'tarishimiz kerak. Xo'p, zaпрос momenti pedal akselerator притрогания buni ham ko'tarishimiz kerak imkon darajasida, чтобы yaxshi yurish uchun va shunga o'xshash mana zажиганияларni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Mana mashinasini rejimlardagi, ekonom rejimlardagi zажиганияларni imkon darajasida propanga moslashimiz kerak bo'ladi. Bizda bular hammasi benzinga moslab chiqarilgan asli. Endi bizda aytib o'tganimizdek, qoni qaynoq akalarimiz uchun imkon darajasida chiroyli tortadigan qilishimiz kerak bo'ladi. Va bunda mana dachik основнойларdan biri va keraklilardan biri desak ham bo'ladi. Imkon darajasida suv graduslariga ham e'tibor berib qo'yishimiz kerak bo'ladi bizda. Sababi suvimizda ko'proq muammo bo'ladi bizda. Ventilator ishlashida. Ventilatorlarimiz kech ishlab qoladi. Shuni hozir xudo xolasa ventilatorlarni ham to'g'rilab qo'ydik. E'tiroz yonadigan qilib. Bizda o'zi zavodskoy holatida mana ko'rishingiz mumkin. Hozir tushirganimiz 99 da yonadigan qilganmiz. O'zi 102, 103 da yonadi ventilatori. Birinchi xoti. Ikkinchi xotiga keladigan bo'lsak, ikkinchi xoti bizda 105, 106 da yonadi. O'shalarni 101 gacha tushirganmiz. Kichkina оборотini 99 da ishlaydigan qilganmiz, чтобы mana qish kunlariga mosroq qilib. Yozda ham imkon darajasida muammo qilmaydi. Kimda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, proshivka tomonidan masalan deylik, yokida mana o'qish yozishida muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Proshivkalar yasash bo'yicha ham masalan imkon darajasida chiroyli xizmat qilib yashab, sizlarga gazga benzinga desangiz, gazga benzinga ikkita rejimli qilib yasab jo'natamiz, xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar bemalol.